Men Stinos qozi, bu kishi Barnabas. Biz janobi Aryos bilan ko'rishmoqchidik. Ha, marhamat. Ko'rib turibsizlar. O meni tanimadi. Qaraganda sizlarning rost ekan. Sizlar bu yerda turib turinglar. Buva. Ular sizni izlab kelibdi. Nima bo'ldi qizim? Ha? Nimaga buncha bola hudi qizidayman? Nima bo'ldi? Voy xudoyim, odamning ishingisi kelmaydi. Ular bilan birga kelgan odam o'sha rasmga aynan o'xshaydi ekan. Ha? Bu yer vayron bo'lib ketibdi. Bu yerlar asli bundoq emas edi. Izini yo'qotibdi. Bu yer gullik edi. Bu yer bak o'zgarib ketibdi. Burunqisiga faqat o'xshamaydi ekan. Odamlar bir-biriga o'xshab qoladi qizim. Uning ancha hayron qoluvchiligi yo'q. Yo'q. U faqat bir o'xshashliklar emas. Men uni tanidim. Bu yerda haykal yo'q edi. Bu yerda nima ish qiladigandı? Ali janoblar. Men. Tova. U rasmdagi bakli o'xshaydi ekan. Men sizga uni ko'rdim dedim-ku. Qarsila. Bo'ladi. Qani. Merhamet qilinglar. Merhamet. Bu o'yinning egasi kim o? Aryos janoblari, o'tinib qolay. O so'rgan har qanday savolga javob bersizlar. Men sizga keng tushuntirib qo'yman. Uyning egasi men. Qandaq bo'lib bu o'yinning egasi bo'lib qoldingiz? Dadamdan miras qolgan. Ulag'imi dadilirdan miras qoldi-ku. Bu rasmni nereden keldinglar? Ko'rib turibsizlar. Bu mening rasmim. Ha? Sizning rasmingiz? Ha. Yo'q efendim. To'g'ri.
Sizga o'xshaydi, ammo u mening Maksimilian ismlik bir ajdodimga taalluq. Anglashimcha, u Hadrianusning davrida shahid bo'lib ketibdi. Bu shuning rasmi. Qayerda shahid bo'libdi-kan? Angelosga qo'rqinchli g'ordiki 7 shahidning birisi. Shundoq, Maksimilian Diokletinus qasrining oliy maqomliq mushaviri. O'zlari zodi kim bo'ladilar? Men sizlarni yana ko'rdim. Men o'zimmi bilmayman. Desam, nima foydasi bor? Kimmi ishini menga? Halbuki men o'zimmi bilmayotgan tursam, men kim? Men zodi qayerda? Men o'zimning mavjudligimni shakllanyapman. Voy Allah, bizni qanday qilib qo'yding? Ilohim. Sizlar janobi Maksimilian shundaqmi? Siz nima deyapsiz? Men tushimda uning qaytarilganligini va men taraf kelganligini ko'rgan. Filyos ustoz, bir tush hukm qilishning va qaror chiqarishning asosi bo'la olamdi. Biz bu odamning mohiyatini aniqlamoqchimiz. Bir rasmning o'xshab qolganligi va sizning tushlari bizning savolimizga javob berolmaydi. Tushundim. Men Helen emas dedingizmi? Yo'q efendim. Men bo'lsam Mari. O bo'lsa mening bovam. Agar siz Helen bo'lmasangiz, mening Helenim qani? Helen! Helen! Irikmet! Galus! Sizlar qani? Sizlar menga yordam qilinglar. Bu bo'hron, bu qaymo'ko'sh, bu vayronlik, bu gangrashdan meni xalos qilinglar. Bilmadim. Ko'rayotganlarim rostmi yoki yolg'onmi? Menga aytinglar. Sizlar va menga zodi nima ish yuz berdi? Menga aytinglar-chi. Ko'rayotganlarim qo'rqinchli qor bismi yoki shirin tushmi? Ha? Irikmet. Galus. Meni terk etgan barliq muvahhidlar. Biz o'zimizni sizlarning nijotliginglar uchun fido qilganmiz. Sizlar nimishki bizni terk etdinglar? Sizlar menga bu ish haqiqat emas. Sen teqi uxlayotsan danglarchu. Bular sizlarni bir qancha 100 yil ilgari o'lib ketgan deydi. Unda sizlarning azobinglar nimanchi dog', nimanchi alamlik. Men sizlarni faqat bir kechili terk etdim. Aytinglarchu. Bir kech qanday bo'lib 300 yilga so'zilib ketdi. Helen, Irikmet, Galus, turinglar, o'rninglardan turinglar. Yalğan tangirlarning o'limini ko'ringlar. Tangirlar o'libdi. Katta podshohlarmi o'libdi. O'rninglardan turinglar. Yigona Allohning yolg'on tangirlar ustidan bir Allohga ishonguvchilarning toji taxtlik podshohlar ustidan qilgan g'albisini ko'ringlar. Ko'ringlarki, mangulik iymon va ma'budga bo'lgan muhabbat mangulikdir. Qaranglar. Allah'ның vədisi əmilişibdi. Butperestlik ağdırılıbdı. İman nuri həmmə cayını qaplabdı. Əmdi mənə eyitinlarçı. Mən sizlərinin ölümünlərinin pıraqıda nalı pəriyat qılaymı, yoki dindaşlarımның qalbisi və bəxti üçün xoşal bob yayraymı? Qaranglar, men qandaq tingirqab qoldim, ha? Mevlayim İsa degan so'zlar amillashibdi. Anglayotam sizlar. Qarang'i chog'dimi? Deyishdan qo'rqadigan haqiqat bir kuni
Yo'riq chaqdimi oshkora anglanadi. O'ylarning bulung pishqoqlarida o'rgangan iymon bir kuni igizlarda javlan qiladi. Endi bu so'zlarni asli oladingizmi? İncildagi bu jumlaning ostiga siziqliq edi. Men bir necha qitim o'qigan. Ammo uning ma'nosini hozir qadar yaxshi tushunamagan edim. O siziqni men sizib qo'ygan. Meningcha men va do'stlarim bu jumlaning ma'nosini tushunish, haqning botil ustidan g'alaba qilganligini ko'rish uchun tirilibdimiz. Siz mening uyimdagi Injilni qandoq ko'rgan? Siz zodi kim bo'lasiz? Men bilan keling, so'yimlik Arius. İlgari bu ishning o'rnida bir tosh eshik bor edi. Bu rostmi? Siz qandoq bilasiz? Menga mash'al keltiringlar, mash'al. Bu yerda bir maxfiy yo'l bor. Mari, chiroqdonni ipga. O degan ishning hamma o'rnini sizlar janobi Arios. Mening orqamda menglar. Janob Arius, siz bu maxfiy laqmada bir yo'shirin uyning borlig'ini bilamsiz? Yo'shirin? Yo'q, bilmaysiz, shundaqmi? Men va Galusdan boshqa hech kim bilmaydi. Siz buni tutib turing. Bunun məxfiyyətligi bu taşın keynədə. Biraz saqlab turgan bo'lsanglar.
Bu resimning borlig'ini siz qat'iy bilmaydingiz, shundaqmi? Bu mening ayolim Helenning resmi. Maksimilianning ayoli Helen. O sizga bek o'xshaydi ekan qizim, shundaqmi? Ha, aynan. Odamning ishingisi kelmaydi. Siz rastla Maksimilianmı? Ben özümün sizin evladınız ekanligimga ishonsam bo'lamdi. Men uyqudan uyg'onibla g'ayri normal bir hodisaning yuz berganligini bayqagan edim. Ammo hodisaning buncha hayron qolarliq va odamning zehnidan yiroq bo'lishini o'ylamabdi ekanman. Meningcha payg'ambar Uzayrning voqeasi yana bir qatim takrorlanibdi. O Allah'ın o'liklarni qandoq tirildirdiganligini bilishni xohlaydi. Shunga Allah onu 100 yil o'ldirdi. Ondan o'liklarni qandoq tirildirdiganligini uning ko'rsatib qo'yish uchun uni qayta tirildi. Shundaqmi? Sizlar u g'orda 300 yil uxlabsizlar, ammo o'zinglar bilmabsizlar. Janobi Maksimilianus, sizcha u uxlashning hikmati nima bo'lg'aydi? Biz hamisha o'z-o'zimizdan Allah müminlerini zulüm, cehalet ve butperest üstünden qanday g'alba qildirdigando ve sherik tangrilarni o'z qudrati bilan qanday xor qildigando deb so'raydik. Mana endi men haq dinning hatto imperatorga ta'sir qilganligini ve onunga singib kirganligini anglayapman. Mana bu bizning savollarimizning javobi emasmi? Siz benim ulug' buvammi? Siz Aqchashliq buvay mening ko'knavram bo'lamsiz. Buva. Men nima yuz berganligini ancha tushunib ketmayman. Ammo jazm qilamanki, o'zlari janobi Maksimilian bo'llar. Men sizlarni bir qancha qatim tushimda ko'rgan. Acayip iş. Helen ma hamisha tush ko'ratdi. Meni erikmedim. Bichora Helen. Qashki u bo'lgan bo'lsa va o'z tushlarining ta'birini ko'rgan bo'lsa-chi. Erkemet tahminen 250 yıl ilgiri alemden öttü. Helen, sana gayip bop gittim. 20 yıldan keyin tugab ketgan bo'lib. O hazır Angelus tağ bağrıga dardni qiliqliq. Angelus tağ bağrı? Bir daraxtning qishidagi qabrmi? Bu daraxtni uzun yıllar ilgiri Mari ulug' momusini yod etish ustidan uning qabrisining tuvanaraq tarafiga tikkan. Acayip iş. Əminsi mening uyqudan uyg'onib tunji qitim ko'rginim. Helenning mazir ekanda.
Maksimilianni bağıl qo'ymasak bo'pti-ki. Men uningdan ansirabli qoldim. Ansirma, texi baldur. U agar men kun patqanga qadar qaytib kelamasam, qaytib kelmayman. Atdiganligi meni kutinglar dedi. Navada uni tutib olgan bo'lsa-chi. Unda bo'lib qolsa, qo'limizni ish kelmaydi. Faqat uningga Alloh o'zi yordam berdi. Xabar yo'qmi? Yo'q. Do'stlar, janob Maksimilian yetib kelgan amon biz bu yerni tark etishimiz kerak. Shaksizki, Diokletianus hozir qadar hamma joyga xabar berib bo'ldi. Endi hech qanday shahar biz uchun xotirjam emas. Bu xam xiyollarni qo'yib aytinglar-chi, oshliqni qanday qilamiz? Janob Maksimilian qaytib kelguncha bardoshlik berishdan boshqa choramiz yo'q. Qaraganda Diokletianus Helen xonimdan burun o'lib ketibdi. Bir qitim uxlab uyg'ong'icha nima degan zo'r hodisalar yuz bergan-a? Hürmetli Maksimilian, Hadrian'ın zamanından hazırgıca 40 imparator taxtga chiqib tushib bo'ldi. Ya öldü, ya öldürüldü. Taxminen 100 yıl ilgiri imparator Konstantin Hristiyan bo'ldi. Şunundan başlap bu İsa'nın tuğulgan yılını tarixinin asas kıldı. Mana hazır butperestlik ağdırılıp, butxanalar veyran bo'ldi. Aşındaq katta imperatorlar nimancha oson va nima degan qisqa muddatda bir uxlab uyg'ong'icha o'tib ketibdi. Allah bandilarini ularning cho'ng orzulariga nima degan oson yetkazadi. Ey Allah! Agar savr qochimiz to'shib qolganlikdan nodonlik qilib, shikoyat va savol qilib qolgan bo'lsak, bizni kechirgin. Yordamingni bizdan oyima. Men g'arga qaytmasam bo'lmaydi. Do'stlarimning qo'saqlari och, ham ular mening kelishimni kutib o'tadi. Bu xabarni ularga yetkazishim kerak. Biraz turib turibsizlar janobi Maksimilian. Oliy janob Teodosga xabar qilaylik. Teodos? Men uning so'zlariga ishonmaslikka ko'p tirishdim. Ammo ishonmay turolmadim. Uning ko'p dalil paketlari bor ekan. Men ishonima, u cho'qim bizga rost etdi. U bizga ko'rsatgan alomatlarni inkor qilib bo'lmaydi. Qaramamsiz uning chiroyimi Maksimilianning qolgan rasmiga quyib qo'ygandek o'xshaydi-ki. Nimalarni da'vatdilar janobi Barnabas? Agar men sizni ilgari tanimagan bo'lsam, sizni salom bo'lib qopti deydim. Agar men sizni burundan tanimagan bo'lsam, sizning dekkingizni obdan bergan bo'lardim. Men mushu yishimda kishilarning masxarasiga qoladigan ishlarni qilib yuramanmi? Gerçi odamning ishongisi kelmaydigan ish bo'lsa-mu, deganlarimning hammasiga menda qarata ishonch paydo bo'ldi. Mana bu Allohning oshkor mo'jizasidir. Agar bu ish rost bo'lsa, Alloh tarafdan bizlarga hujjat qilish uchun bir rahmat ato qilingan bo'ladi. Bilmadim bularning aqli nim bo'lgandi. Teodos janoblari, Herakliosga o'xshash kishilarning g'ofil qalblari uyg'onami? Men ishonmayman. Bu bo'lsa, bizning Allohdan o'liklarni tirildirish to'g'risida talab qilgan mo'jizaning o'zidir. Ya'ni o'liklarni tirildirish va ruhlarni qaytarib kelish uchun bir ulga,
Mana bu ajoyib ulug' mo'jiza bilan rostchil va pok dillarning qalbidagi qiyomat to'g'risidagi har qanday shak shubhi yo'qoladigan bo'ldi. Shak shubhisizki Alloh o'liklarni mana mushundoq tirildirdi. Shundoq bo'lishini orzu qilaman. G'ar shehidlarga Alloh qadarilik taxtini huzurlariga ib kelishimga ruxsat qilamdilar. Shundoq qiling. Mening chidag'chiligim qolmadi. Bu xurofotlar qachon oxirlashadi, ha? Bu odamni nereden topqandi? Bilmedim. Endi atili ulardan tangri yasab, Teodos uning oldida tizinib, bizni o sahraliklarga itoat qilishga majburlamas bo'latdi-ku. Herkes undaq ish yuz bermaydi. Qarshi Hitler qissasi rostmi, yolg'onmi, neden bilmas? Bular sarang'ib qopdi. Gap qilmaylik o'g'liq bova. Bir narsa desizlar. Xijillik his tuyg'usi tilimni tutib oldi. Allohning menga ato qilgan shunchavala ne'matlarga shukr qilmaganligimdan to'limi xijilman. Qaysi ne'mat, janobi Maksimilian? Ma'lum bir zaman bilan chekilinib qilishdan ozod bo'lish ne'mati. Men uchun zamonning ahamiyati yo'q. Chunki u mening to'g'ri ko'rishim va to'g'ri tafakkur qilishimga to'sqinlik qilolmaydi. Endi men tarix jarayonidagi haqiqatlarni osonlikcha tushunib yetalayman. Ammo bu haqiqatlarni tushunish sizlar uchun taski to'xtaydi. Bular kimkan? Bilmayman. Yaxshisi bizmi so'rig'iga kirib nima ish ekanligini bilib baqsaq qandoq? Qo'shilman, kirayli. Kirayli. Ali janob Arios va hamrohlari keldi. Hoş gepsiz. Qani merhamet. Bizga kelgan ilohiy ne'mat sizlar keladi. Ali janob yolg'iz emas. Uning 6 nafar yoranlari mog'arda. Demak sizning do'stlaringiz hozir uyg'ondimi? Ular tirildimi? Shundoq. Hammaylar uyg'ondik. Bu mumkin emas. Allohning qudrati oldida mumkin bo'lmaydigan ish yo'q janobi Heraklius. Faqat inkor qiluvchilarni qabul qilinmaydi. Laxt qonning janobi Herakliusga aylanishi qiyinroqmi yoki uzun uyqumi?
Qaysiga ishonish ta'sirrak? Janobi Herakliosqa nima bo'ldi? Nemishqa jim turula? Javob bersizlar. Oliy janoblarga salom. Janobi Maximilianus, mumkin bo'lsa, do'stlarining ismlarini yana bir qitim deb bergan bo'slari. Yavanis, Sodianus, Dinasus, Tilmiha, Martinus ve Padici Antonis. Şundaq. Qarsıla. Janobi Maximilianning do'stlarining ismlari bu yerga o'yilibdi. Mana bu yerga. Ajoyib ish. Ammo bu qandoq mumkin bo'ladi? Mushuncha uzoq muddat jarayonida qandoqmi taomsiz chiday oldinglar? Jisminglar toshning ustida chirib ketmay qandoq saq qoldi? Men bilmayman. İşlerimizden ilgisi bo'lgan Allah obdan biladi. Ular o'lgan bo'lishi mumkin. Ondan Allah ularning jasadlarini chirishdan saqlab, keyin ularni payg'ambar Uzayrga o'xshash qayta tirildirgan bo'lishi mumkin. Bu shunchalik oddiy. Undaqmiki, bundaqmiki degan gaplarni qo'yib, xalqqa xabar beringlar. Bu mo'jizalarni o'z ko'zlari bilan ko'rsin. Bu bir mo'jiz bo'lib, o'lgandan keyin qayta tirilish to'g'risidagi nurg'unlagan talash tortishlar va munozirlar bu orqali oxirlashadigan bo'ldi. Agar xalq ommasi mo'jiz oldida bosh egadigan bo'lsa, hech kim payg'ambarlarni inkor qilmaydi. Shundaq emasmi? Sizlarning so'zlari inkor qiluvchilar oldida to'g'ri, ammo haqiqat izlaydiganlarmi oz emasdi. Sizlar o'lgandan keyin qayta tirilishni inkor qiluvchilarning qandoq nomussizlik qilayotganligini va asossiz dalillar bilan muvahhid mu'minlarni qandoq qiyin ahvolda qoldirayotganligini bilmaydilar. Sizlarning babog'anliklari qalaymaqan so'zgichilarning og'zini etadigan bo'ldi. O'zlarining do'stlarini shaharga ilib kelsak, g'or shahidlarining tirilganligini barliq kishilar ko'rsa qandoq deylar? Bunda qilsak texmi yaxshi emasmi? U muqaddas kishilarni bu yerga nima ish qilib kelamiz? Kishilar u g'orga o'zlari borsin. Allohning o'liklarni qandoq tirildirganligini aniq ko'rsin. Qo'rqinchli g'orning qissasining oxirlashganligini o'zlari tomosha qilsin. Jagochilar aytinglar. Kishilarga xabar qilsin. Atdiganlikka g'orga boramiz. Rimga elchi avatib, bu ahvolni papaga xabar bersak yaxshi bo'lmasmi? Nemishqa bo'lmag'idek? Bu ishni o'zlari o'rilislar. Xo'p, marhamat. Agar oliyjanob Teodos ruxsat qilsa, men bugun oqshom g'orga qaytmasam bo'lmaydi. Nimishqa? Do'stlarimning qo'sig'i och, ham ular mendan ansirab qoladi. Ikkinchidan, yuz bergan ishlardan ularning xabari yo'q. Agar ular kelkunda kelayotgan shahar xalqini ko'rsa, qo'rqib qechib ketishi mumkin. Qechish? Nemishqa qochadi? Yoki ular kishilardan qo'rqamdi? Unutib qolgan o'xshaysiz. Biz qechiyotgan odamlarmiz. Hadrian va Diokletianusning askarlaridan qechiyotimiz. Agar lozim bo'lsa, bir qancha otliq askarlarni sizlarga qo'shay. Memnun bo'ldik. Bizmi bilib olmoqchi. Bugun oqshom Filadelfiya xalqining ko'ziga uyqu kelmaydigan bo'ldi-da. Sizlar meni yo'ringlar. Bizmi atdiganlik sahardilar. Anjolosda bo'lamiz. Xayr xo'sh. Aman bo'ling. Aman bo'ling. At görüşümüz. Ko'p rahmat, oliyjanob. Biz ma'ayli. Ey xaloyiq, anglamadim demanglar. Angelos g'arining shahidlari tirilibdi. Angelos g'arining shahidlari tirilibdi. Raqim g'arining shahidlari tirilibdi. Hey xaloyiq, bilib qo'yinglar, shahidlar tirilibdi. Anglamadim demanglar. Angelos tegi g'arining shahidlari tirilibdi.
Janobi Teodos at saharda g'arg'i baridi. Kimki uning bilan billa berishni xolisa, atdiganlikka tang suzilgan hamon harakatlanishga tayyor bo'lsin. Shahidlar tirilibdi. Anglamadim demanglar, xaloyiq. Shahidlar tirilibdi. Onunğa bir iş bo'lib kelishdan Allah saqlasin. Agar o tutilib qolsa, toshkezak qilinib ketadi. Agar Allohdan uningga salomatlik tilasak, o salomat qaytib keladi. Men ochliqni unutib ketdim. Kashki o bormagan bo'lsa. Bilmadim. Oldingi kuni biz qanchalik uxlagandimiz. Odamning uyqusi kelmaydi. Manga o to'g'risida so'zlab bergan bo'lsalar, ulug' momam Helen to'g'risida. Helen o haqiqatan taqvodor, fazilatli ayol edi. O zamonda uning so'zlarini tushunmabdi ekanman. Endi tushunyapman. O tush ko'ribdi ekan. Men uning tushida tirilibdi ekanman. O yana sizni mi tushida ko'ratdi? Nima xiyol qilyapsizlar ulug' buva? O'zimning haqiqatan kim ekanligimni. To'g'ri, men o'lmabdiman. Mening zamonimdagilarning hammasi o'libdi. Men o'zim uningga taalluq bo'lmagan bir zamonga kelibdiman. Vafodor va mehribon ayolim Helen o'libdi. Kichik farzandim Erikmet 250 yil burun o'lib ketibdi. Barcha do'stlarim va dushmanlarim o'libdi. Adrianus, Diocletianus, Julius shundoq oson va oddiy o'lib ketibdi. Bir uyqudakla oson. Zamonning eg'irchaqi nima degan qudratlik va mustahkam cho'gilgan a? Shuncha tashvish va davolg'ishlar, ishq va adovatlar, do'stlik va dushmanliklar, qiyin qistoqlar va turmalar, shuncha qo'shin va lashkarlar, ordular va tangirlar, nima degan masxirlik a? Hammasi taslim bo'pti. Men hozir ko'rayotgan birli narsa bo'lsa, mag'lubiyatdir. Hamma mavjudotlar faqat birli iroda tarafidan mag'lub bo'ladi ekan. Hech kimning uningga taqobil turish va qarshi turish qudrati yo'q ekan. Agar barliq tarix jarayonidagi Alloh bilan jang qilish uchun do'mboq chelib maydonga chiqqan va o'zlarining nomi bilan ilohiy xutba o'qiganlarga qaraydigan bo'lsak, ularning naqadar masxirlik, kulkilik va bechora kishilar ekanligini ko'radi ekanmiz. Ular shuncha tipcheklab qarshilik ko'rsatib boqqan bo'lsa-mu, yanada Allohning qudratining orbitasi atrofida aylanadi ekan. Ammo ular o'zlarini bilmaydi ekan. Mana bu bo'lsa, biz ko'rishni orzu qilgan ish edi. Tushunmadim. Sizlar nimani ko'rishni orzu qilgandinglar? Biz Allohdan o'zining zavol topmas qudrati oldida barliq pichoq qudratlarning mag'lubiyatini bizga ko'rsatib qo'yishni tilagan edik. Alloh nima degan go'zal yo'sinni ko'rsatib qo'ydi-a? Bir uyqu orqali bizga hammani tushuntirib berdi. Tongmi yetib ketdi. Sizlar kirpik qaqmadilar. Men uyqudan endi uyg'ondim.
Uzun ömür ko'rishning aybi shuki, odam o'zining sevimli kishilarining o'limini ko'radi ekan. Dastlabda men o'limga o'zimni tayyorlagan edim. Ammo sizning oldimga o'tib olishingizni o'ylamabdi ekanman. Bilaman, kechikib keldim. Ammo bu mening yetarsizligim emas. Men barliq ishlarni egisi va idora qiluvchisi bo'lgan zotning buyrug'iga binoan faqat bir kechilik kechikib keldi. Üç yüz yılga so'zib ketgan bir kecha. Ammo Alloh uchun kun, oy, yil, 100 yil, 1000 yillarning e'tibori yo'q. 300 yil Allohning izni bilan men uchun bir kecha bo'lgandek, uning uchunmi bir kecha edi. Zaman sepillarini sizlar uchun buzib tashlagan bir kecha. Uyqudan uyg'onsam, sizdan boshqa hamma narsa o'zgarib ketibdi. Qizim Mari sizga bek o'xshaydi ekan. Men sizningmi bu o'zgarishlarni ko'rish uchun menga o'xshash uzun umr ko'rsangiz deb his qilaman. Esingizda mohilin. Bir zamanda yegona Allohning ismini tilga ilish jinoyat edi. Ammo hozir Rimning tangrilarining nomini tilga ilish jinoyat ekan. O zamanda bizning dindoshlarimiz qanchalik javr jafolar bilan yashaydi. Bugun nima degan rohat farog'atda yashaydi. Uzun ömür ko'rishning ortiqchiligi, sizlar yaxshilikning utuq qozonib, yomonlikning mag'lub bo'lganligini ko'rdilar. Hozirgidek ko'p bir qism zaman ko'z oldimda turgan mana shu paytda Allah'ның yordam berish va'dasining qandoq amallashidiganligini aniq ko'ryapman. Janobi Maksimilian, do'stlari sizdan ansirab qoladi, mayli. Bilaman, ammo yilini tark etishmi qiyin ekan. Bilmayman, u va erikmitsiz qandoqmi hayotimni davomlashtiraman. Qandoqmi davomlashtiraman? Sheksizki, Allah yana o'zlariga iltifot qiladi. Mayli. Hadi gidelim. Askerler gelmiş efendim, gelin. Hani, nerede? İşte orada. Dikkat qilinglar, tog'ni tig' qo'rshab bo'lamabdi. Talimizga bir qancha askar var ekan.
biz yana bir tarafdan qechib ketalaymiz. Әмсі жанабы Максимилияға неміш болғанды? Biz tarafga qarab kelib o'tibdi. Ondaqda немішқі оны tutib olmagandı? Janobı Maksimilian, nimish bo'ldi? Bir ish bo'lmagandı? Ansirmanglar, hech ish yuz bermadi. Askarlar, orqalarda askarlar turdi. Ularni ko'midilmi? O'z odamlar ansirmanglar. Biringlar bizga yordamga kelinglar. Kelinglar. Bu moyspitni yo'lib olaylik. Ajoyib ish. Bu qandaq gap? Uni bir yemchik qilgan bo'lmasin yana. Balkim ularni o'z odamlar bo'lishi mumkin. Men sizlardek ansirgan edim. Ishlar ko'p, to'xtab turgan. Do'stlarning qishiga kelaylik. Ustiga chiqish janobi Arius uchun qiyin. Yo'q, to'xtab turing. Men birdan dinimni ilib olay. Birdan. Undan kim mansaqmi bo'ladi? Hadi gidelim. Nefeslerim kısıtlı gitti, birden turib olayli. Bilaman, mendan so'raydigan ko'p savollaringlar bor. Meningmi sizlarga deydigan ko'p va tasavvurdan yiroq javoblarim bor. Avi askarlar tog' tuvida nima ish qiladi? Ular bizning do'stlarimiz. Do'stlarimiz? Bizning do'stlarimiz? Do'stlarimiz? Shundoq. Sizlarning do'stinglar. Sizlar bilmaydigan ko'p do'stlaringlar bor. Yelin xonimga salom. Sizlar bu yerda nima ish qildilar? Sizlarni taqat qilib olmay, ular bilan birga ketdilar-da. Elin xonim bek yashirib ketibdi. Qaraganda tunigun g'am qayg'uning o'rniga shodlik bilan hamroh bo'lganda qiladi. Bundaq yosh kirganda bu taqqa chiqishga bel bog'lagan iroda haqiqatan madhilash tegishlikdir. Aziz do'stlarga salom. Sizlardek muqaddas odamlarga salom. Bu yoshda bundaq egiz taqqa chiqish uchun zo'r jasorat va kuchli iroda ketadi. Salam sizlarga Allohning azizlari. Salam. Salam sizlarga Allohning muqaddas erkaklari. Allohning salomı o'zlariga bo'lsin. Muqaddas insonlar deb bizni da'vatamdilar. Ha. Sizlar ne dedim? Sizlar Allohning mo'jizalari. O'zinglarmi bilmaysizlar? Yelin xonim nim da'vatida, janobi Maksimilian. U o'zining nima da'vatganligini obdan biladi. Ammo sizlar o'zinglardan xabarsiz. Nimish sirliq, kinoyliq so'zlaylar. Zodi nimish? G'orga kiringlar, aytib beray. Avval biroz bir nima yavilinglar. Antonius, senmi g'orga kirgin? Sizlar bu yerda o'ltirib turinglar. Bizning biroz deyishadigan gaplarimiz bor. Maksimilian bu ahvollarni ularga qandoqmi tushundira? Men bilmadim qizim.